Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Nima deydi? Ko'p ishlarni tagdan bajarib yuribmiz, lekin ko'pchilik vatandoshlarimiz intervyu berishga, video qo'yib berishga qo'rqishadimi, xohlashmaydimi? Короче, bitta vatandoshimiz yaqinda shu Rossiyada Sankt-Peterburg shahrida aynan bitta yuridik kontoraga ish tushgan, бессрочный запрет bo'lib qolgan shtrafdan kontoraga ish tushganda 120 ming pul to'lab bergan ularga. Ular u yoqqa yugurtirishgan, bu yoqqa yugurtirishgan, olal oqibat hech narsa qilib berisha olmagan va yana aytishganki, даже qanday ochish tartibini ham bilishmagan ular. Даже aytishganki, unga biz san uchun kerakli yugurdi qildik, bizga sanda usluga ko'rsatish uchun olingan, natija uchun olinmagan xizmat degan. Pul degan natija qilib beramiz deb olmaganmiz, senga yordam beramiz, usluga akazat qilamiz deb. Biznikilar nimagadir Rossiyada menga o'xshaganlar chiqib, men yordam beraman desa ishonishmaydi, lekin birorta reklamada chiroyli yaltiroq banner ko'rib qolishsa, o'shalarga ishonib ketishadi. Yoki bo'lmasam bizga o'xshaganlar mana bu yuzini, o'zini taqdirini qo'yib, masalan, aldasa bu narsa bo'lib ketadi, menga o'xshab qopga tushib qolishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin, muammoga kirib qolishi mumkin. Ular kiradi, yolg'ondan usluga dogovorga qo'l qo'ydiradi. Shu bilan dardingni kimga aytishni ham bilmaysizlar. Men birovni yomonlamoqchi emasman, просто ko'zinglarni ochinglar, sizlar avvalo tarjimasini o'qinglar, nimaga qo'l qo'yyapsizlar. Natija qilib bermasa, ular pulni olgandan keyin kerak bo'lsa million to'lasa ham natija qilib bera olmaydiganlar bor. Keyin odamlarni buzadiganlar juda ham ko'pda. Bitta odam bilan gaplashib, "Ha, shu ishingizni qilib beramiz, bo'ldi" desangiz, palonchadi yomonlar deydi. Ayniqsa hayotda ko'rmagan, hayotida shu narsani tushunmaydigan odamlar ham shu bir-birini yomonlashga ustida rosa yomonlaydiganlar ko'p. Men hayron qolaman odamlarga. O'zingni qo'lingdan kelmaydi. Даже otingni to'g'ri yoza olmaysan, ba'zilari bor. To'g'risi, otini yoza olmaydi, absolyutno otini yoza olmaydi. Lekin paloncha palon desa, "Yo'q, ishonma, aldaydi" deydi. Men xafa bo'laman, ko'p eshitib qolyapman, lekin mayli deyman. Chunki fikr miya o'zingizda, sizga Xudo hammani ko'ngliga soladi bitta odamda. Mana shu ko'ngliga solsa, shu ko'ngliga o'zidan o'zi kelib qolmaydi. O'zidan o'zi birovga ro'para bo'lmaydi. Mana masalan, menda bitta odam yaqinda nima bo'lib qoldi? Papal bo'lib qoldi. Menga shu aldangan, 120 ming pulini olgan, yolg'ondan o'zi yugurtirgan bolamni 3-4 marta ishdan qolib yugur qilgan, lekin hech narsa o'zgarmagan. Deport, zapret hech narsa o'zgarmagan. Menga murojaat qildi. Men bolaga birinchidan rahmim keldi. Ikkinchidan, men bunga o'zim isbotlashim kerak edi, chunki biznikilar hammasi ham bunday yomon emasda, biznikilar orasida yaxshi vijdonlilari ham bor. Bu odamni biznikilarga nisbatan fikrini o'zgartirish uchun ham men patta nimani arzon narxga, даже gaplashib 60 ming rublga ochishga gaplashib berdim. Maqsad endi reklama qilib beradi, nima qilib beradi dedim. Ham dedim, buni ko'pchilik aldagan, o'sha 120 mingga tushib turibdi. Biz ham bundan ko'proq olsak, masalan, o'zi usluga qimmat turadi, lekin biz undan skidka qilmasak bo'lmaydi-da, bu qiynalgan odam. Endi meni ham Xudo ko'nglimga soldi. Men bu odamga yordam berdim. Mana 40 kun deganda natijaga erishdik. Hech qayerga bormadi. Shunchaki bizga gosuslugasiga bir marta dostуп berdi. И всё, bitta shtrafini to'ladi. Yana bir marta, 2 marta dostуп berdi gosuslugasiga. И всё, zapret ochildi. Hozir o'zi gapirib qo'ygan, lekin настроенияsi yo'q gapirgan. Nimaga настроенияsi yo'q gapirdingiz desam, o'zim jiddiy odamman dedi. O'shaning uchun shu Jamshid akani biz zapretini ochdik. Masofadan turib, men uydan chiqmay turib, men уже nima deydi? Mana shu yil Damashq areysga tushganim plyuslari ham bor. Men yaxshi, foydali, zo'r odamlar bilan tanishdim. Har tomonlama foydali, kuchli, katta odamlar bilan yanada tanishdim. Men xursandman. Shunaqa problemalarga tiqinglar, meni yomon ko'radigan dushmanlarim katta problemalarga tiqishga harakat qilinglar meni. Men esa u yoqdan o'zimga zo'r odamlar bilan tanishib, yaxshi bo'lib chiqib kelaman. Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana meni бессрочный zapretim bor edi Rossiyadan. Rossiyaga yurib turib бессрочный zapret bo'ldim. To'lanmagan shtraf uchun. O'shani mana Zarina opa yordamida ochib berdi. Bugun ochildi. Endi oldin men bittasiga 120 ming pul berib, hech narsa ishimda hal qilmagan edi. Bu Zarina opa menga 60 mingga zapretni ochib berdi. 2 oy davomida vaqt ketdi. 2 oy davomida ochib berildi. Rahmat sizlarga, sog' bo'lingizlar. Ishlaringiz omadin bersin.